Ranani ko'rgan har bir kishi uni oddiy, sokin va oilasida tinch yashaydigan qiz deb o'ylaydi. Ammo bu epizod shuni ko'rsatadiki, uning atrofida dahshatli va puxta o'ylangan fitna to'qilmoqda. Tasavvur qiling. Siz o'z uyingizda o'zingizni xavfsiz his qilasiz, lekin aslida uyingiz qamoqxonaga aylanmoqda va uning kaliti allaqachon begona odam qo'lida. Maryam. Bu ism endi shunchaki salbiy qahramon emas, balki sovuqqon strateg ramziga aylanadi. Bu oddiy oilaviy janjal emas, balki bir ayolning hayotini barbod qilish uchun rejalashtirilgan operatsiya. Laziza kafeda begona erkak bilan uchrashib, Ranani qanday tuzoqqa tushirishni muhokama qiladi. Bu tasodif emas, balki bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan reja. Tashqaridan hamma narsa sokin ko'rinadi. Oilaga gullar keladi. Lola xursand. Aziz esa shubhada. Birinchi ko'rishda sevib qoldim degan yozuv romantik tuyuladi. Lekin bu ham chalg'itish bo'lishi mumkin. Asl xavf esa boshqa joyda pishib yetilmoqda. Murat va Shabnam sahnalari yorug'likdek tuyuladi. Chaqaloq ko'ylagi, egizaklar haqidagi orzular, samimiy suhbatlar. Ammo aynan shu beg'uborlik ikkinchi uydagi zulmatni yanada keskinroq ko'rsatadi. Bir tomonda sevgi va umid, boshqa tomonda fitna va yovuz niyat. Ona soqoqqa somsa yeyishga borishni taklif qiladi va aynan shu paytda Maryam harakatni boshlaydi. U Ranani avval yotoqxonada, keyin hammomda siquvga oladi. So'zlari pichoqdek o'tkir. Sen bu oilada keraksiz. Azizni ada deb chaqirma. Biz bilan borma. Tahdid ham aniq. Agar Rana borsa, janjal ko'tariladi. Rananing eng katta xatosi shu yerda boshlanadi. U jimlikni tanlaydi. U oilani asrash uchun o'zini qurbon qilishni to'g'ri deb biladi. Ammo bu sukunat keyinchalik unga qarshi qurolga aylanadi. U yolg'on gapiradi. Go'yoki Samarqanddan dugonasi keladi. Aynan shu yolg'on keyin dalil sifatida ishlatiladi. Oila ketadi. Mashina uzoqlashadi. Rana uyda yolg'iz qoladi. Maryam esa darhol ikkinchi yuzini ochadi. Kafedagi erkakka xabar yuboradi. Kalitni g'isht ostiga yashiradi. Rananing ichimligiga dori qo'shadi. Har bir harakat hisoblangan va sovuqqon. Hammomda uzilmay oqayotgan suv bu oddiy detal emas, balki ramz. Bu Rananing obro'si va hayoti oqib ketayotganining belgisi. Maryam esa bir lahzada yomon aktrisa, keyin esa mehribon opa roliga kiradi. Uning ikkiyuzlamachiligi uni yanada xavfli qiladi. Aziz ham, Murat ham hech narsani bilmaydi. Oila tog'larda xursand, uyda esa Rana xushsiz. G'isht ostidagi kalit esa begona odamga yo'l ko'rsatmoqda. Rejaning oxirgi bosqichi, sharmandali suratlar, soxta dalillar va Ranani oiladan abadiy haydash. Kichik detallar muhim. Chaqaloq ko'ylagi beg'uborlik ramzi bo'lsa, boshqa uyda begunohlik yo'q qilinmoqda. Lazizaning Turkiya va lentil sho'rvasi haqidagi gaplari ham bejiz emas. Bu o'zini madaniyatli ko'rsatish va Ranani pastroq ko'rsatish usuli. Maryam va Laziza shunchaki yomon emas, ular strateg. Ular erkaklar ketishini kutadi. Ular hech qachon Aziz yoki Murat oldida hujum qilmaydi. Ular qo'rqoq, ammo aqlli qo'rqoqlar. Ular tizimni qanday ishlatishni biladi. Endi savollar boshlanadi. Kafedagi erkak kim? U oddiy yollanma odammi yoki shaxsiy adovati bormi? Gullarning ortida kim turibdi? Bu yangi tahdidmi yoki chalg'itishmi? Eng muhim savol. Rana uyg'onadimi? Agar u begona odam kelishidan oldin hushiga kelsa nima bo'ladi? Agar suratlar olinsa, u o'zini qanday oqlaydi? Uning yolg'oni unga qarshi ishlatiladi. Kelajakda Azizning g'azabi aniq. Ammo u kimga ishonadi? Singlisigami yoki xotiniga? Oila bosimi kuchli bo'ladi. Laziza va Maryam uni ishontirishga harakat qiladi. Rana yolg'onchi
va bu oilaga munosib emas. Murat esa hal qiluvchi figura bo'lishi mumkin. U Maryamning asl yuzini biladi. U sukut saqlaydimi yoki haqiqatni aytadimi? Shabnam ham kuzatmoqda. U yangi kelinchak, ammo vaziyatni sezadi. U yordam beradimi yoki xavfsizlikni tanlaydimi? Ehtimol reja faqat Maryam va Laziza bilan tugamaydi. Balki bu kattaroq o'yinning bir qismi. Balki maqsad faqat Rana emas. Rananing muammosi, uning haddan tashqari sabri. U o'zini himoya qilmaydi. Bu jamiyatda esa sukunat ko'pincha ayb sifatida talqin qilinadi. Uning jimligi tan olish deb qabul qilinadi. Maryam esa har doim soyada qoladi. U hech qachon qo'lini iflos qilmaydi. U boshqalarni oldinga suradi va niqobini erkaklar oldida tushirmaydi. Bu uni yanada xavfli qiladi. Keyingi epizodlarda yuzlashuv muqarrar. Suratlar ko'rsatiladi. Ayblovlar yangraydi. Rana o'zini himoya qilishga urinadi. Ammo uni kim tinglaydi? Balki yollangan erkak vijdon azobini his qilar. Balki kimdir kalitni ko'rib qolar. Balki kamera yozib olar. Yoki eng kutilmagani, Rana uyg'onib, hammasini tushunib, qarshi harakat boshlaydi. Bu kecha Rananing hayotini ikki qismga bo'ladi. Oldin va keyin. Agar u omon qolsa, u avvalgi sodda qiz bo'lib qolmaydi. U yoki sinadi, yoki qotadi. Qotgan Rana esa butun o'yinni o'zgartirishi mumkin. Aziz ham tanlov oldida qoladi. U Ranani himoya qilsa, oilasidan ayriladi. Oilani tanlasa, vijdoni qiynaydi. Har bir qaror oqibat olib keladi. Bu epizod shuni ko'rsatadi. Tashqi baxt ortida chuqur yovuzlik yashirinishi mumkin. Somsa, tog'lar va kulgi ortida kimdir birovning hayotini barbod qilishga tayyor turadi. Endi savol ochiq. Rana qutqariladimi yoki tuzoq haddan tashqari mukammalmi? Keyingi epizod javob beradi. Ammo u javob ham yangi savollarni tug'diradi. Chunki bu hikoyada hech narsa tasodif emas. Hamma narsa sabab va oqibat zanjiri. Va bu zanjir falokat sari tortmoqda.